Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Ma'ruf Tongyotarov Milliy sertifikat kimyo 2026 kitobini 13-variantini tahlil qilib chiqamiz. Xo'p. Birinchi savol. Savolni o'qib olamiz. Ekvimolyar nisbatdagi metan va propan aralashmasining massasi 12 gram bo'lsa, hajmi qancha? Endi ekvimolyar nisbatda metan va propan. Metan, propan. Ekvimolyar nisbatda degani uchun teng mol nisbatda demoqchi. Xo'p, 1 moldan olsak bo'laveradi. Xohlasangiz 4 moldan, xohlasangiz 2 moldan olishingiz mumkin. 1 moldan metan va propanning hajmlari 22 litr bu. 22 litr. Ikkalasini qo'shsak jami 44,8 litr. Endi massalar 16 gram metan, 44 gram propan. Massalar yig'indisi 60 gram. Shunda aralashma 60 grami normal sharoitda 44,8 litr kelsa, bizdagi 12 grami qancha? 8,96 litr. To'g'ri javob D bo'ladi. Ikkinchi savol. Ekvimolyar nisbatdagi 3 xil gazdan iborat aralashmaning molar massasi 38 gram taqsim mol. Gaz formulasi javob variantlarida berilgan. Ulardan qaysi biri masala shartini qanoatlantirmaydi? Bizga berilgan javoblarni yozib olamiz. A javobda is gazi. B javobda karbonat angidrid. C javobda etan. D javobda propan yoki siklopropan. Endi bularda aralashmaning o'rtacha molar massasi 38 deyapti. Ekvimolyar nisbatda 3 xil gaz degani teng mol nisbatdagi 3 xil gaz aralashmasi. Shunda 3 xil gazni 1 moldan olsam, jami 3 mol bo'ladi. Aralashmani 1 moli 38 gram bo'lsa, bizdagi 3 moli qancha? Xo'sh. 114 gram. Aralashma 114 gram ekan. Demak, bizda 3 ta gazni massa yig'indisi 114 bo'lishi kerak. Xo'p, qaysi 3 tasini massa yig'indisi 114? Buni massasi 28. Buni massasi 44. Buni massasi 42. Buni massasi 30. Xo'p. Qaysi 3 tasini massa yig'indisi 114 bo'ladi? 44, 42 ni qo'shsak 86. Endi unga keyin 28 ni qo'shsak, shunda 114 bo'ladi. Shunda yig'indi 114 gram. Demak, bizda masala shartini qanoatlantirmaydigani C javob etan ekan.